O'shanda men 16 yoshda edim. Qo'shni uyda odam yashamasdi. Ya'ni tashlandiq uy edi. Bir kuni yozgi ta'til boshlanganda do'stlarim bilan uyni ichini tekshirishga kelishib oldik. Bir necha kundan keyin kechki 7lar atrofida do'stlarimiz bilan uyga kirdik. Hamma yer kuygan ekan. Shunda uyning nimaga tashlab ketganligini tushunganday bo'ldik. Buyumlari ko'p, lekin juda eski va chang edi. Biz uyning yuqori va pastki qavatlarini tekshira boshladik. Bir xonasida birdaniga oldindan nimadir lip etib o'tganini ko'rdim. Biroz qo'rqa boshladim. Ammo sichqon bo'lsa kerak deb o'zimni ishontirdim va chiqib ketdim. So'ng ikkinchi qavatga ko'tarildim va do'stlarim ham men bilan birga edi. Eshikni ochdim va u yerda odam bilan teng ayiqcha bizlarga qarab stulda o'tirgandi. Biz qo'rqib ketdik va boshqa xona tomon yo'l oldik. 3-qavatga borib, nimalarnidir gaplashib va narsalarni titayotganimizda shivirlagan ovoz eshitildi. Devorga qaraganimizda u yerda "yo'qol" degan so'z turgandi. Birdan kulib yubordik. Qanday jasurmiz-a deb hazillashib, pastki qavat tomon yo'l oldik. Do'stlarimdan biri orqamda nimadir qimirlayotganini aytdi. Fonarim bilan atrofimga qaradim, lekin hech narsa yo'q edi. Qo'rquv bilan 2-qavatga bordik. 2-qavatdagi bir xonaga qarab dahshatga tushdik. U yerda boyagi ayiqcha yo'q edi. Do'stlarim umuman hech qanday fikr bildirmadi. Imkoni boricha bu uydan chiqib ketishga qaror qildik. Oshxona yonida chiqish eshigi bor edi. So'ng oshxona tomon yugurdik. Birdaniga bir do'stim to'xtab qoldi va biz ham sekin qaradik. U yerda ayiqcha stol yonida bizga qarab o'tirgandi. Tepaga qarasak, yana yuqorida "yo'qol" so'zini ko'rdik. Nima bo'lsa ham chiqib ketishni xohlardim. U yerda ortiq qola olmasdim va oshxonadan yugurib chiqib ketmoqchi edim. Bir qadam narida notanish odam turgan ekan. U eshikning oldida yo'limizni to'sib turgandi. Qo'lda pichoq bor edi va ko'rinishiga qaraganda yoshi 40 atrofida. Biz na bir so'z aytdik, na baqirdik. Unga qarab qotib qolgandik. Haligi odam bizga qarab jilmaygancha qadam tashlay boshladi. Bitta do'stim yerdan temirni oldi-da, qarshisida turib oldi. "Yaqinlashma" deb baqirdi. U ham hech narsa demadi. 2 qadam orqaga qaytib, xona burchagidagi katta teshikka asta engashib kirib ketdi. Biz ko'rganlarimizga ishona olmasdik. U yo'qolgandan keyin tezda chiqib ketish harakatiga tushdik. Tashqariga chiqib, biroz uzoqlashgach, uy tomonga qaradim. Derazadan qarab turgan ekan va hech narsa bo'lmagandek qo'lini siltab qo'ydi. Nihoyat xavfsiz joyga yetib keldik va shu tundan beri haligi odamni qaytib ko'rmadik. Bunday joylarga, ayniqsa tashlandiq uylarga qaytib bormayman deb o'zimga so'z berdim.